Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Muhammad Mahsumi, ong ostida ishlovchi mutaxassis psixolog bo'laman. Qarang, ko'pchiliklar ayol kishi erim xiyonat qiladi, meni mensimaydi, meni kamsitadi va hokazo shunaqa narsalarni ko'p gapirishadi. Yokida erkak kishi ayolidan nima desam, men aytgandek bo'lmaydi, men yo'qtirmayman, u bilan kelisha olmayman deb ko'pincha o'zlarini ichki og'riqlarini aytishadi. Bitta narsa tushunib oling ayollarga. Menga xiyonat qiladi, menga e'tibor bermaydi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deysiz. Xo'p, ichki holatingizga nima bor? Ya'ni ichingizdan siz qanday o'y-xayollar bilan yuribsiz? Ichingizdan nimalarni his qilib yurisiz va siz nimani, qanday bir tuyg'uni olishni xohlaysiz eringizdan? Xo'p, o'sha tuyg'u sizga nimani beradi aslida sizga? Tushunyapsizmi? Ya'ni erkak kishi ayolidan ketib xiyonat qilishiga sabab nima bo'lishi mumkin deysizmi? Обязательно erkak kishi boshqa ayolni oldiga borishidan maqsad o'sha yerda quvvat oladi, energiya oladi va o'sha yerdan qandaydir bir manfaat oladi. Tushunyapsizmi? U bejizga xiyonat qilmayapti. Siz aytishingiz mumkin, men ovqatini qilaman, u qilaman, bu qilaman. Xo'p, siz tashqaridagi narsalarni to'g'rilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ichkaringizda nima bor? Ichki tuyg'ularingizda nima bor? Bunga ham juda katta ahamiyat qaratishingiz kerak bo'ladi. Uylarni yig'ishtirib, saramjon qilganingiz singari, mana bu miyangizni xonasini ham tartiblashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ichki o'y-xayol va fikrlaringiz ham bu juda katta ahamiyatga ega. Chunki sizni harakatlari, sizni izlanishlaringiz barchasi mana bu yerdan boshlanadi, fikrlaringizdan boshlanadi. Ana endi ayol kishi yig'lab mehr ola olmasligi. Xo'p, bu nimadan bo'ladi? Ayol kishi o'zini qadrsiz, o'zini noloyiq, o'zini qandaydir bir bechoradek his qiladi. Va mana shu hissiyotlarga mos tarzda eri o'sha ayolini ichki holatini ko'rsatib berishda davom etadi. Tushunyapsiz? Siz mana bu yerda tashqarida kiyimlarini yuvib, ayol kishiligi, ayollarga aytaman-da, erini kirini yuvib, boshqa qilish, va hokazo ovqatni qilish, buni bitta ishchi ham qiladi-da. Buni bir ishchi chaqirsa, ishchi ham qilib bera oladi-da. U erkak kishiga ayol yana nima bera olishi mumkin? Ishonch, mehr, muhabbat. Tushunyapsiz? Mana shu erkakka qadrlanish hissiyoti, kuchlilik hissiyotini bera olish kerak. Ayol kishi tomonidan mana shunday energiyani berilishi kerak erkakka. Shunday ayolning yonidan hech qanday erkak kishi uzoqlashmaydi. Ana endi bunday energiyani berishi uchun ayol o'sha energiyaga o'zi sozlangan bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha energiyaga o'zi to'yingan bo'lishi kerak bo'ladi. Sizni ichingizdan siqilib, ichingizdan noloyiqlik, keraksizlik tuyg'ulari bilan kirini yuvib yoki ovqatini qilganingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerdan ruhiy quvvat, ruhiy energiyani eringiz sizdan ola olmayapti degani. Tushunyapsizmi? Mana shu ichki holatlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi va tashqari asta-sekinlik bilan o'zi o'zgaradi. Tushunyapsiz? Va erkak kishi ham ayolimdan u kutaman, bu kutaman, bo'lmaydi, u qiladi, bu qiladi deb kam ichidan kuchsizlik, ichidan qandaydir bir nochorlik tuyg'usini his qilib yurgan bo'lsa, erkak kishi ham o'zini holatini yaxshilash kerak bo'ladi. Kiyimingizga qarang, o'zingizga qarang, lekin shu bilan birgalikda o'zingizni ichki holatingizga e'tibor bering. Siz hozir qanday o'y-xayolda yuribsiz? Siz hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Nimadan qo'rqyapsiz? Siz o'zingizga savol bering. Men nimadan qo'rqyapman? Nimadan xavotirlanyapman? Xo'p, xavotirlanayotgan narsam menga nima uchun bunday qo'rquvni beryapti? Xo'p, agar men o'sha kutayotgan narsalarim amalga oshsa nima bo'ladi? Oshmasa nima bo'ladi? Savol bering o'zingizga. Tushunyapsiz? Va ichingizdagi o'y-xayol va ichingizdagi gumonlardan tozalanmas ekansiz, sizda harakatlari, sizni izlanishlaringiz hech narsa o'zgarib qolmaydi. Tushunyapsiz? Mana shu kitobda juda ham zo'r yozilgan Jimronning mana aql vitaminlari, boylik va baxt eshiklariga 7 ta strategiya, muvaffaqiyatning 5 kaliti degan menda mana shu doimiy tarzda mana shunday kitoblar turadi. Kitoblarni o'qib va o'zim hayotga tatbiq qilaman. Tushunyapsiz? Va men aytib o'tmoqchimanki,
Mana shu Jimronning kitobida aytadiki, siz qaysi manzilga borishingiz emas sizni, siz kim bo'lishingiz muhim bo'lishi kerak deydi. Siz kim bo'lishni xohlaysiz? Misol mana uy olmoqchisiz, mashina olmoqchisiz, boshqa olmoqchisiz. Xo'p, kim bo'lish orqali o'sha narsaga erishmoqchisiz? Tushunyapsizmi? Oldin mana shuni bilib olishingiz kerak deydi. Shuning uchun men sizga nima demoqchiman? Ayol kishimi, erkak kishimi ichki holatingizni, mana bu yerdagi nosog'lom fikrlaringizdan xalos bo'lmas ekansiz, tashqaridagi vaziyatlar hech qanday o'zgarmaydi. Juda ham kuchli va muvaffaqiyatga erishgan insonlarga ham ko'rsangiz, ular bilan sizni faqatgina ajraltiruvchi qismingiz mana bu yerdagi fikrlashingiz, dunyoqarashingiz hisoblanadi. Ishdagi qo'rquvlardan xalos bo'lish mumkinmi? Mumkin. Ishdagi xavotirlardan xalos bo'lish mumkinmi? Mumkin. Kerakli inson bo'lish uchun siz o'zingiz qadrli inson bo'lishingiz kerak. Siz meni qadrlashlarini xohlayman, men kerakli inson bo'lishni xohlayman deb o'zingizni qadrsiz his qilib yurasiz. Bunday inson hech kimga kerak emas va uni hech kim qadrlamaydi. Agarda men o'z ustimda ishlamoqchiman, o'zimni sevib, o'zimni o'zgartirishni xohlayman va o'zim mas'uliyatni olmoqchiman. Mana shu vaziyat, voqeliklarni men qaysi o'y-xayollarim bilan yaratgan bo'lsam, o'zim mana shu o'y-xayollarimni o'zgartirish orqali vaziyatlarni ham inshaalloh o'zgartiraman. Mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman deydiganlar shaxsan o'zimga murojaat qilishingiz mumkin. Va menga murojaat qilmasangiz ham mutaxassisga murojaat qilishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Kimda kim murojaat qilmoqchi bo'lsa, o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsa, kommentariyaga men telefon nomerlarimni yozib qoldiraman inshaalloh. Bemalol bog'lashingiz mumkin bo'ladi. Qadr baland qadrdonlarim, hech qachon qadringizni tushirib qo'ymang. Doimiy tarzda o'zingiz ustingizda rivojlanishda davom eting. Inshaalloh kelasi videoroliklarimizda o'zini sevish, o'zini qadrlash qanday ekanligini tushuntirib beraman. Ko'pchilik o'zini sevish, o'zini qadrlash bu kibrdan deb o'ylashadi. Aslo bunday emas. Buni ham inshaalloh kelasi darsliklarimizda tushuntirib beraman. Bizni kuzatishda davom eting. O'z fikrlaringizni kommentariyaga, izohlarda yozib qoldiring va bitta like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlang. Agarda o'zini qadrsiz yoki da oilaviy kelisha olmay, o'zi siqilib yurgan tanishlaringiz bo'lsa, o'sha tanishlaringizga videoni uzatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadr baland qadrdonlarim. Barchangizning xonadoningizga Alloh xayr barokatlarni yog'dirib qo'ysin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.